Siz bugun hayot bo'lsangiz, demak, siz baxtli kishi ekansiz. Salomat yurgan har bir kunni qadrlang. Siz mening kiydigan oyog'im yo'q deb yosh to'kkan chig'ingizda ba'zi kishilarning puti yo'qligini payqaysiz. Tirishing. Qandaqdir birasini ta'sirlantirish yoki qandaqdir birasiga o'zingizni ko'rsatib qo'yish uchun emas, balki xalqliq paytda boshqalarga muhtoj bo'lib qolmaslik uchun. Qalbing bir o'lganda aqling qayta bosh ko'taradi. Shu chaqda do'st, dushmanning, muhabbatning, turmushning, hayotning, yashashning nimaligini bilib yetasan. Sizni tashlab ketgan kishilar uchun urmang. Shu esingizda bo'lsin. Hayotingizdan xato odamlar ayrilsa, to'g'ri ishlar yuz berishga boshlaydi. Faqat bu 3 kishilar seni o'lguncha so'yadi. Ota-ona va o'zing. Balkim boshqalarni so'yishi mumkin. Ba'zilari pulim tugigicha, yana ba'zilari maqsadi tugigicha, ba'zilari sendan yaxshi biri uchrag'icha. Qadrli do'stim, mazmunlarimizni yoqtirgan bo'lsa, aziz do'stim, bizning atki mazmunlarimiz teximiz har xil. Ata, görüşayli, xayr xo'sh, aman bo'ling.